Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Bir qizchaq opsi bilan gap talashib qopti. Shuning bilan qizchaq ochiqida uydan chiqib ketibdi. Hamda bu odamni bezor qiladigan uyga hargiz qaytib kelmayman deb o'ylabdi. U bir kun sirtlarni aylanib herib ketibdi. Qo'rsqimi bakli echib ketibdi. Uyga qaytishga yuzi chidamabdi. Biroq yanida pul bo'lmag'achqa bir narsa elib yeyolmabdi. Shunday qilib kech kiribdi. Qizchaq qo'rqishga boshlabdi. Bir tarafdan qo'rsqining ochliqi, yana bir tarafdan qo'rqinch. Shunday qilib qizchaq minib bir oshxonaning oldiga kelib qopti. Oshxonadan mezilik suyuq oshning puruqi chiqib. Qizchaq yey desa puli yo'q, yemay desa qo'rsqi och. Amalsiz sho'lgaylarini yutqunicha qarab turibdi. Bir chaqda oshxona xo'jayini qizchaqdan so'rabdi. Qizchaq, tomoq yemsiz? Tomoqni qo'yishgim bor, biroq menda pul yo'q, debdi qizchaq yig'lamsirab. Hech qisi yo'q. Men sizni mehmon qilgan bo'lay. Qizchaq oshxona xo'jayinining gapini anglab, quloqlariga ishonmay qopti. Birdamdan keyin tomoq chiqibdi. Qizchaq tomoqni yeyib, oshxona xo'jayiniga shundoq debdi. Tog'a, siz bak yaxshi ekansiz. Xo'jayin, ha? Nimishqa bundoq deysiz? Qizchaq bundoq debdi. Biz azaldan tunishmaymiz, biroq siz menga haqsiz tomoq berdingiz. Biroq mening opam meni tushunmaydi. Menga nima kerakligini bilmaydi. O'ylasamni achchig'im keladi, debdi. Qizchaq, men sizga faqat bir qocha suyuq osh berdim xolos. Biroq sizning opangiz sizni shuncha yil boqdi. Sizga chin muhabbatini hamda borlig'ini bag'ishladi. Siz opangizga biror qatim rahmat deb baqdingizmi? Qizchaq oshxona xo'jayinining gapini anglagandan keyin ko'zlaridan ixtiyorsizla yoshlar sirg'ib tushibdi. Gilg'a bir narsa qatalgandek bo'lib yig'lab ketibdi va uyiga qarab yuguribdi. Uyning oldiga kelib qarasa, opasi uni har tarafdan izlayotdi. Qizchaq ichida, opamdan kechirim so'rayman, uningga rahmat deyman deganlarni o'ylagach, opasining oldiga keldi. Qizchaq texi eg'iz ochmay turib, qizning qaytib kelganligidan xush bo'lib ketgan opasi qizni bag'riga besibdi va uningga mundoq debdi. Odamni bakmi ansiratdingiz qizim. Texi tomoq yemagansiz. Tezdan kechki tomoq yeviling, debdi. Qizchaq bu kecha uxlay olmabdi.